Mana hozir qizimiz ketdi. Hamdan belim og'riydi dedi, keyin holsiz charchoqman dedi. Hozir bel og'rish sabablarini hozir yosh bolalarga ko'rsatamiz. Asosiy mana bu diafragma ishlamayapti. Bosganda og'riq bo'ladi. Chap tomonda o'tni joyi ham bosganda og'riq bo'ladi. Mana shu o'tni joyi og'riq bo'lsa, kechqurun noto'g'ri ovqatlanib qo'yish, shirinlik ko'p yeydi yoki uyquchalar bo'ladi. O'ti dimlanib qoladi. Yosh bola xafa bo'ladi. O'ti dimlanib qolgandan keyin mana X holatda tortadida, mana oyoq tomonni o'lchaganda 1 sm kalta bo'ladi. Hozir ham kalta turibdi. Mana bu bo'g'im og'riqda mana bu yerda ko'proq achib og'ritadi. Bo'yi bo'lsa. Buni to'g'rilash sababi, endi mana bu to'g'rilashni oddiy tarbiya bilan bostiramiz, bosim bergandan keyin bu yerda diafragma ishlamayapti. Diafragma ishlamagandan keyin diafragma bir tomon tortib qoladi. Mana shu tomon tortgandan keyin pastdan mana shu oyoq orqasi, oldi og'riydi hamda yurakka qanchiq beradi. Keyin odam ruhi tushkunga tushib qoladi. Holsiz, charchoq, agar diafragmani o'zi blokka tushib qoladigan bo'lsa, odam vahimaga tushib qoladi, stressga tushib qoladi. Holsizda, chunki kislorod yetmaydi o'lkaga. Qon bilan kislorod miyaga yetishi kerak. Miya yetmagandan keyin orqa miya vahimaga tushadi. Ko'p ayollar ham stressga tushib qoladi, vahimaga tushib qoladi. Doktorlarga borsa nevrologga tashxis qo'yadi. Uning sababi bu diafragmada. Diafragma endi ko'proq ishlashimiz, 4 sekund chuqur nafas olishimiz kerak, 4 sekund ushlab turishimiz kerak, 4 sekund chiqarishimiz kerak. Shuni kunga kechga 10 martadan qiladigan bo'lsa, diafragma ishga tushadi. Oddiy narsa. Shuni 7 sekundgacha asosiy chiqarish kerak. Yotgan holatda, o'tirgan holatda chuqur sharda olib nafas chiqarish kerak. Bo'lmasa uyda oddiy mana shu holatda mana shu ozroq bosib tursan, nafas olib chiqadi, qarishib turgandan keyin diafragma ochilib qo'yaveradi. Ham oyog'i ham joyiga keladi, og'riqlar ham yo'q bo'ladi. Bir manual terapiya qilamiz hozir. Diafragmasini to'g'rilaymiz, yo'g'on ichaklarni to'g'rilaymiz. Hozir qizimiz yarim soat ichida o'ziga keladi. Hozir og'riq kamaydimi hozir? Bormi yo'qmi? Yo'q, ha? Kelganda bosganda vaylab yotadi. Mana bu yerda ham og'rib ketdimi? Chunki men hozir diafragma qo'yib yubordi, o'tni dimlanishi qo'yib yubordi, muskullar qo'yib yubordi. Agar bu qo'ymasa tortib turadi-da, mana shu holat oyoq kalta bo'lib, oyoqni o'lchaganda mana tovon to'g'ri bo'ldi. Buni ko'plar belni uradi, katta operatsiya qiladi, ochadi, oyoq tortadi, boshqa to'g'rilasa bo'ladi. To'g'rilagandan keyin mana bu diafragma nafas olish to'g'rilamasa, o't dimlanishini to'g'rilamasa, yana shu holatga kelib qoladi. Katta insonlarda ko'proq grijani olib kelish sababi mana shu diafragma blokka tushib qoladi. O'ng tomon o't dimlanib qolsa, diafragma blokka tushib qolsa, o'ng tomondan grija boshlanadi. Agar chap tomonni blokka tushib qolsa, chap tomondan grija ham oyoqlar, ham odam sahri miqdori oshib ketadi. Sahri oshishi taloq blokka tushib qoladi. O'sha taloqni ham diafragmani o'tni ham ochib tashlaymiz. Manual terapiya qilamiz, katta qilamiz, tabiiy yo'l bilan davolaymiz. Bizning manzilimiz Jizzax shahar, Madad shifo klinikasi, telefon nomerimiz 91 208 98 68. E'tiborlaringiz uchun rahmat.